Davamı hürmetlik vatandaşlık siyamizden. Prezident Trump ilgiri tehdit selip Cungo'dan import kılıngan barlık tuvar mallarga baj koyumuz dep görsetken. 2017 yildagi savdo statistikasiga asoslanganda Amerika Qo'shma Shtatlari yana taxminan 200 milliard 570 million dollarlik Cungo'dan import qilingan tuvar mallarga baj qo'ydi. Reuters agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministrligining bayonotchisining so'zini naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Moliya ministrligining ma'mur ministri David Malpass yetakchiligidagi Amerika savdo suhbat vakillari umiga haftaning 2 kuni Jungo taraf amaldorlari bilan ekranda ko'rishdi. Bu xabarlar tugadi hamda biz sizga hozir nima dedik? Xabarimizning 5-chi hurmatli vatandosh, Kengash palatasi 14-kuni, ya'ni 11-oyning 14-kuni Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ydi dedik, ovozga qo'ydi dedik. Uning keyindilla Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Avam palatasida Christopher Smith 15-kuni Uyg'urning kishilik huquqi to'g'risida qonun loyiha ma'qullaydiganligi to'g'risida doklad o'ttirg'a qo'ydi. Bugun biz bu doklad bilan sizlarni tanishtiramiz, hurmatli vatandosh. Aralıqda hech qanday farq yo'q. Birinchisi 14-kuni, ikkinchisi 15-kuni. Birinchisi Marco Rubio, ikkinchisi Christopher Smith davlat arboblari Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risida qonun loyiha qo'ydi. Mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi a'zolari Xinjiangda, ya'ni asonlik millat musulmonlarini bostirishni ayblaydigan va embargo qiladigan qonun loyiha o'tirib qo'ydi. Mavzuli xabar 11-oyning 14-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ma'muriy doiralar Jungo komitetining o'rtaq raisi Christopher Smith 11-oyning 14-kuni, ya'ni haftaning 3-kuni Avam palatasiga ko'plagan ko'pchilik ikki partiya tavalligidagi Davlat Majlisining a'zolari birlashib imzo qo'ygan Jungoning 1 millionga yaqin Xinjiang osonlik millat musulmonlarini majburiy nazarband qilganligini ayblaydigan qonun loyiha topshirib, Jungoning zo'ravonlik bilan nazarband qilish, tan jazosi berish, e'tiqod din voz kechishga majburlash harakatlarini to'xtatishni va aloqador kompartiya a'zolarini jazolashni murojaat qildi. Undan boshqa Davlat Majlisi Jungo komitetining raisi senator Marco Rubio haftaning 3-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining Kengash palatasida 15 nafar senator imzo qo'ygan o'xshash qonun loyihani o'ttirg'a qo'ygan edi. O'rtaq rais Christopher Smith haftaning 3-kuni bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungoning 1 million Uyg'urni va boshqa musulmonlarni majburiy nazarband qilishi kishini cho'chitadigan yovuzlikdir. Diqqat vatandosh. Christopher Smith mundaq ko'rsatdi. Jungoning 1 million Uyg'urni va boshqa musulmonlarni majburiy nazarband qilishi kishini cho'chitadigan yovuzlikdir. Xalqaro jamiyat Jungoning bu harakatini insoniyat qarshi jinoyat o'tkazganlik deb qarash kerak. Diqqat vatandosh, men dedim-ku, umid orzularining dalasida Tangri dalaga, butun dunyoga bu qonun loyiha tarqaldi dedik-ku. Hozir mayli qanday tarqalib qarang. Xalqaro jamiyat Jungoning bu harakatini insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganlik deb qarashi kerak. Jungo hukumati qurib chiqqan bu zo'r nazarband qilish sistemasi faqat yig'ib olish lageri deb atash kerakki. Tushundingizmi? Bu qandaqli kasbiy tarbiyalash o'rni emas. Yoki yana boshqa ismda ataladigan o'rin emas. Nima deydi Christopher Smith? Bu faqat bu lagerni yig'ib olish lageri deb atalishi kerakki, shunday atash kerakki, buningga 21-asrda hargiz yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi.
Ortak Reis Kristofor Simit ta'kidlab bunday ko'rsatdi. Bu qonun loyiha ma'muriy doiralarning Şinjan'da Uyg'urlarning va boshqa asallıqlarning diniy e'tiqodini tan elishni, madaniyat va tilini yo'qotishga urinayotgan Beijingga qat'iy qarshi turishning vositasi bilan ta'minlaydi. Başlanış ordu kişilik huquqqa qo'pollik bilan qarshi turgan mas'uliyati bor Jungo amaldarlarini jazolash kerak. Amerika şirkatlarining Jungoning Şinjan rayonida yuqori texnikalik nazorat qilish sistemi qurishiga yordam berishini darhol to'xtatish kerak. Bu qonun loyihaning mazmunlari tubandikicha. Vatandosh Jungoning Şinjan'da kişilik huquqqa xiloflik qilishini, jumladan 1 milliondan ortiq Uyg'urni majburiy nazarband qilish. Şinjan'da qurilgan majburiy nazarband lagerlarini darhol taqashga murojaat qilish. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining Amerika hukumatining Şinjan masalasi bo'yicha alohida moslashtirish amaldorlari belgilashni o'ylashish. Jungoning Şinjan'da yo'lga qo'ygan zo'ravonlik Amerikaning inqoz qaytarishini tangshash. Gördünüz mü? Zo'ravonlik Amerikaning inqoz qaytarishini tangshash. Bak eğer gapçı ama vatanda tangshash. Hem de Jungo hukumati, Jungo kompartiyasi hem de bexatarlik tarmoqlaridagi kishilik huquqqa daxlataruz yetkazganlarga qaratilgan holda embargo yurgizish. Mana gap 16 gap, otandek gap. Siz şununla dikkat kılın ki ben şunda oylaymanki hem de bunu ben şunda düşündüm değil. Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Majlisi ve Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Mahkamasi kishilik huquq masalasi bo'yicha iqtisodiy embargo yurgizadigan bo'lsa, burun tarixda shunday bo'lganmi, tazminning esimda yo'q ekan, agar kishilik huquq masalasi bo'yicha iqtisodiy embargo yurgizadigan bo'lsa, shuning ishininki bu balki harbiy ishtodimi qattiq siyosat bo'lib o'tirg'i chiqadi. Yani neticesi intayin zor bo'ladigan harbiy ishladimi qattiq siyaset bo'lib o'tirg'i chiqadi. Embargo, kishilik huquq bo'yicha iqtisodiy embargo yurgizish. Nima deydi? Kishilik huquqqa daxlataruz yurgizganlarga qaratilgan holda embargo yurgizish. Demak, bu gap bugun Davlat Majlisining, ya'ni Kristofor Simit Avam palatasi o'tirib qo'ygan Uyg'urlarning kishilik huquqi to'g'risidagi qonun loyihaga munosabatli fikrlarning ichida qo'yilgan bir jumla. Kishilik huquqqa daxlataruz yetkazganlar qaratilgan holda embargo yurgiz. Qonun loyiha davlatlik axborot bosh nazorat organining Amerikaning davlat mahkamasi bilan qadamni moslashtirib, Şinjan'da elib berilayotgan bostirishni bexatarlik bo'yicha baholab davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.